yoki boyagi dam olishga borsangiz ham albatta boyagi katta anaqalar qilib o'tirmaysiz. Keyin bu ko'tariladi. Texnologiya. Ichida o'zining hujjatlari bor. Eng yaxshi tarafi polniy programma bor, sensorli programmalar. Bu yerda mana infrakrasniy luch bor. Oyoqlaringizni vanna qilgan paytda bakteriyalar, zamburug'lar, griboklar bo'lsa, ularni ham o'ldirib beradi. Bitta odam qilib ikkinchi odam oyog'ini solsa ham, mana shu programmani qo'ysangiz, o'zini o'zi zararsizlantirib beradi. Ikkinchidan bu yerda massajniy bor. Oyoqni boyaga aylantirib qiradigan anaqalari bor, masatkalari, mana shularning hammasi massajniy narsa. Eng yaxshi tarafi mana hozir hammada oyoq og'riqlari bor. Hammada tovon yorilishi bor. Boshqa muammolar bor, gribok bor, terlash bor, yosh bolalarda, o'g'illaringizda, qizlaringizda hid chiqadigan joylar bor. Qarabsizki, mana shunga 3 litrdan 4 litrgacha bo'lgan iliq suv quyasiz. Iloji bo'lsa qaynab sovgan iliqroq suv quyishga harakat qiling. Ichiga birinchi kuni 2 osh qoshiq tuz solib, oyog'ingizni 10-15 minut vanna qiling, va massajni vanna qiling. U esa tanadagi sovuqlarni oladi, yellarni oladi, shamollashni oladi. Oyoqni zo'r dezinfeksiya qiladi. Ikkinchi kuni esa 2 qoshiq chayni soda soling. Osh qoshiqda. Bu полностью pH balansini boyaga zararsizlantiradi, oyoqni yumshoq qiladi, tovonni yumshoq qiladi. Uchinchi kuni esa ramashka yoki ko'k choyli vanna qiling. Bu butun tomirlaringizni tozalab, shamollashlarni oladi. Hakabi mana 3 kun podryad qiling, keyin haftada 1 marta, 2 marta qilib turishga harakat qiling. Qarabsizki, uyingiz uchun eng zaminimiy. Mana shuni bitta odamga sotsangiz ham mana sizga 5 pul beradi. Masalan, kerak hammaga kerak-ku, hammaning uyida yo'q narsa-ku. Qimmat emas. 811 ming so'm. Yaxshi. Ustoz, mana o'zimizni trevenoy anaqamiz bor-ku. O'zimizni trevenoy vannalarimiz bor. O'shani qilsa ham zo'r bo'ladi, 8 xil giyohdan. O'zi isitadi. Temperatura graduslar bor, temperatura ham korreksiya qila olasiz. Endi prosta oyoqni o'zini sovib, o'zini isitib qo'yishi kerak-da, uni vaqt ketadi. Iliq suv quysangiz ham bo'ladi.